Bugungi kunda Akusherstva ginekologiya markazida bizada intim yoshartirish xonasi ochilgan va bu xonada biz ayollarimizga yordam sifatida lazerni yoshartirishni biriktirganmiz. Lazerni ko'rsatmasi tuqqan ayollarda bemalol tug'ishdan keyin 60 kundan keyin bu narsa biriktiriladi. Jinsiy aloqada komfort bo'lish uchun va o'ziga ishonch hosil qilish uchun va bugungi kunda nafaqat komfort taraflama va sog'lik taraflama ham, chunki qinni pH'ini, to есть biz pH sreda deymiz, muhitini yaxshilab va davolab beradi. Undan tashqari ayollarimizga tuqqandan keyin rak chaqirmaydi. Har bitta usulni biz chertib va tanlab individual holatda ayolga biriktiramiz. Hozirgi kunda juda usullar ko'p, albatta kosmetologlar ham, boshqa usullar, lekin yana bir bor sizlar doktorga kelyapsizlar. Har bitta narsa doktor taraflama ko'rib chiqilib va har bitta individual organizmga tanlanadi. Lazer usuli, intim yoshartirish usul nafaqat bizda yoshartiradi va qinni tiklash jarayoni bilan iborat. Xohish yo'qolsa tug'ruqdan keyin tiklab berish, birinchidan, ikkinchidan havo chiqish jarayonini ham tiklab beradi.